Bugun bizlar xudo xolasa vatanni himoya qilish uchun ko'chaga chiqdik. Videoni oxirigacha ko'ring, qanday tomonlama himoya qilishimizni ko'rasizlar. Like bosish esdan chiqmasin. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan tabriklaymiz. Bu ishimizni qurilgani obodonlashtirish qilish kerak emas. Bizlar ham vatanimizning tozalig'iga hissa qo'shishni xohladik. Bir kunimizni shuga sarfladik. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan tabriklaymiz. Jamoamiz bilan mana tumanimizga tashab ketilgan, yo'lda bo'ydan tashab ketilgan musorlarni tozalab olyapmiz. Vatanni nechib himoya qilacaksizlar degan savollarga vatanda bizlar chiqindilardan, axlatlardan himoya qilyapmiz. Agar sizlarning ham qo'lingizdan kelsa, iloji boricha o'z chiqindi idishlariga tashlashingizni so'raymiz sizlardan. Ne xaltamiz ham to'ldi. Alg'anagana yerdan shuncha musorlar chiqyaptir. Hech qachon tozalikka rioya qilishdan, yaxshilik qilishdan qo'rqmanglar, uyalmanglar, charchamanglar. Musor xaltalar ham chiqib qoldi. Dahan musor xaltam chiqib qoldi. Deb ketasan. Bu hozir axlatlarda jinovatamiz qayna. Bizlar mahallada axlat bor, bizlarda yerda chiqindi bor deb bizlar bir kunga chiqqanmiz, bir kunga shunday. Vatanni axlatdan himoya qilish uchun chiqqanmiz. Kapolmanglar, yana boshqa yerda axlat bo'lsa yozib, aytib o'tirmanglar. Bu ishimiz ko'z uchun emas, kimlargadir namuna bo'lish uchun qilyapmiz. Bizlar qo'limizdan kelgancha taxlab bo'ldik, musorlarni tozaladik. Buni olib keta olmadik, sababi mashinamiz kichkina. Mas'ul xodimlar kelib olib ketadi degan umiddamiz. Tozalik odatga aylansa, tinch yurtimizga go'zallik yarashadi. Hammangizga rahmat.